Tug'ma mushakli bo'yin qiyshiqligi hamda odatiy qiyshiq bo'yinlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu kasalliklarimizda bolajonlarimizda mushaklarini massaj muolajalari, elektroforez, parafin muolajalari hamda ular bilan birgalikda bir kompleks qilib varaknik korrektor bo'yinbog'larni taqib yurish juda ham yaxshi samaradorlik beradi. Faqat bu muolajalar uzoq vaqt davom ettiriladi. Massaj, elektroforez hamda korrektordan tashqari redressatsiya mashqlarini bajarishni tavsiya etamiz. Sababi agar o'z vaqtida bu kasallikni aniqlab to'g'ri davolamasak, korrektorlarni taqmasak, massajlarni olmasak, bu kasallikni qayta yana uchrashiga, buni retsidiv deb ataladi, qayta uchrashiga sabab bo'ladi. Agar 2 yoshgacha bu kasallikni to'liq tuzatib davolay olmasak, uni operativ yo'l bilan davolashga majbur bo'lamiz. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilardik, agar farzandingizda qiyshiq bo'yinlik bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Uni qaysi turdagi qiyshiq bo'yinligiga qarab davo muolajalarini o'z vaqtida olishingizni tavsiya etamiz.